Shaxsga doir ma'lumotlarim xavf ostida emasmikan? Kimdir ularni ko'rmayaptimikan degan xavotirdamisiz? Shu kabi holatlarda One ID mobil ilovasi aynan siz uchun. Ushbu ilova orqali siz shaxsga doir ma'lumotlaringizni o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Tizimga faqat siz pasport ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sanangizni yozib, yuzingiz, ya'ni My ID orqali tasdiqlab kira olasiz. Yoki yana bir usuli telefon raqamingiz, ya'ni Mobile ID ni terib, kelgan SMS kodni yozish orqali ham kirsangiz bo'ladi. Ana endi kerakli tashkilotga ma'lumotni berish uchun boshqaruv bo'limiga o'tib, zarur qulfni ochasiz va ruxsat berasiz. Ishingiz bitdimi? Darhol qulfni yopasiz. Mana One ID Mobile orqali ma'lumotingizni to'liq o'zingiz nazorat qilasiz. Sizning ruxsatingizsiz hech kim ma'lumotlaringizni ishlata olmaydi. One ID ma'lumotingiz nazorati o'z qo'lingizda.